Eshitdingizmi? Yangi Damas motori Gentra'nikidan ham kuchli ekan. Nimaga unaqa deyapsiz o'zi? Chunki Gentra va Cobalt motoriga haqiqiy konkurent ekan. Ikkalasi ham 1.5 don, kompressiya nisbatlari ham teng. Hatto Damas aylanish momenti ozgina yuqori ham. Lekin motorning ustida turgan P-Tech bilan DVVT yozig'iga tushunmadim. Bu nima degani o'zi? P-Tech aslida S-Tech asosidagi motor, ya'ni ikkalasining ham ichi deyarli bir xil. Faqat P marketing nomi. Performance, ya'ni kuchli modelligini bildiradi. Faqat DVVT texnologiyasi Gentra'da yo'q. Yangi chiqqan Cobalt'da esa bor. Bundagi DVVT'da ikkala raspredval, ya'ni ham kirish, ham chiqish klaplari nisbatan kattaroq burchakda ochilib ham yopiladi. Shuni deb past va o'rta oborotlarda Gentra'dan ham ustunlik qiladi. Ya'ni past oborot kuchli moment, o'rta oborot tejamkor, katta oborot esa yuqori ot kuchini bildiradi. Demoqchisizki, havo kirish klapini qancha erta ochilsa, chiqish klapini shuncha kech yopiladi. Shuni hisobiga motor ko'proq havo oladi. Siz tushundim. Lekin salonda 7 ta odam bilan mashinaning vazni ancha oshadi. Motor kuchli, katta tezlanishda kelib tormoz bosganingizda oporniy disklar qizib, kalotka sasishni boshlaydi. Bunga yechim qilib, hozirda trendda bo'layotgan 4Green Koreya texnologiyasida ishlab chiqarilayotgan 4Green kalotkasi eng ishonchli tanlov hisoblanadi. Chiyillamaydigan ham keramik baquvvat kalotka. Umuman tormoz changidan ham qiynalmaysiz.